Alex Garcia, Junio Valverde, Juan Fernandez, Maria Castro, Jorge Rico, Silvia Alonso, Antonio Velázquez, Borlar zamini filmida. Yo, avval biroz bo'shatish kerak, keyin olasan. Jean-Marie, Roman, bo'shatish kerak. Bo'shatish kerak axir. Bo'shatish kerak. bo'ldi. Agar yana baqirsang, bo'shatish kerakligini yo oying haqida gapiradigan bo'lsang, haligi Tortishmanglar. Ukang maymundan ham chaqqon. Bo'shat desam, sug'urib olyapti. nima deding? Bilsang maymunlar ham. Menga qaranglar, bir gapni aytishim kerak. Bir necha kunga jo'nab ketaman. Ungacha buni ishlatish kerak. Nega ketasan? Almudena bilan turmush quramiz. Qoyil Sesar. Keyin nima bo'ladi? Turmush quramiz. Qo'lini so'ragandim, tegaman dedi. Nobaning qizi. Adashmasam bizni o'ldirmoqchi. Ajoyib xushxabar. Tabriklayman. Loboning nazoratida bo'lmagan yerlarga borib, ruhoniy topamizda bizni nikohlab qo'yishini so'raymiz. Oh, muhabbat. Senga nima bo'ldi? Buni nimasi yaxshi? Uni sevaman, Roman. Ha? Keyin senyoritani bu yerga olib kelasan. Senyorita men bilan yashash uchun har qanday ishga tayyorman. Yaxshi, juda yaxshi. Xo'sh, qachon jo'nab ketyapsan? Bugun tunda. Nima qilishni bilmay qoldim. Dori ham davolash usuli ham yo'q. Lekin bo'lganda ham O'zingga tashvish orttirma demaganmidim. Qizchani saqlab qola olmaysan, baribir o'ladi. Unga endi ko'nikishganda ularni yana umidvor qilding. Endi esa boshing qotgan. Kasalni davolash meni vazifam. Sening ishing Loboni qiziga uylanish. Lekin dadang ham Dori ham yordam bera olmaydi. Unda nima qilay? Ba'zida shunaqa bo'ladi. Hammasi joyida de. Men qayerdan bilay? Aybni boshqa birortasiga ag'dar. Endi meni tinch qo'y, bora qol. Hovlidagi hamma gullarga suv quydingmi? Stol ustidagilar ham esingdan chiqmasin. Tata, menga yordamingiz kerak. Rossiyo, bizni biroz xoli qoldir. Men haqimda fikringizni bilaman. Hammasiga o'zim aybdorman. Lekin yordam bermasangiz bo'lmaydi. O'tinib so'rayman. Anibal nima jo'nurda haykaldek qotgansan? Kechirasiz, senyor, ishim juda ko'p edi. Negadir o'ynagim kelmayapti. Yo'l bo'lsin bolakay, adashib qolmadingmi? Menga ish kerak. Adashmasam, lozim topsam o'zim chaqiraman degandim. Uyga qayta olmayman. Sizlar bilan yashashni xohlayman. Huzurimga jandarmeriyadan kelishdi. Ustaxonaga o't qo'yganingni bilishdi. Buni siz uchun qildim. Sendan buni so'ramagandim. Yigitlarim xayoliga kelganini emas, buyurganimni qilishadi. Tushunarlimi? Bu qishloq uchun javobgar menman, Sebastian.
qo'limda ishlashing uchun qilmishingga yarasha jazo olishingga to'g'ri keladi. Rosaning ahvoli yaxshilanyapti deb o'ylagandim. Silni nazorat qilyapman, lekin boshqa jiddiyroq kasallikni ko'zdan qochirdik. Rosa hozir juda og'ir ahvolda. Qanchalik og'ir? Kitoblarni qarab ko'rdim. Ayrim narsalarni tekshirdim. Hozir iltimos o'tiringlar. O'tiringlar. Singlingiz u o'lyapti. Sanoqli kunlari qolgan. Ertagacha yetib bormasligi ham mumkin. Tuzalyapti deganding-ku. Men bunday demaganman. Sen aybdorsan. Nimadir qilish mumkinmi? Qiynalmasligi uchun dori beramiz. Otangizni ham bundan xabardor qilamiz. Kim o? Cho'zib o'tirmaymiz. Ishim juda ko'p. Bu yerda nima bo'lyapti o'zi? Hozir tushunib olasan. Sebastian aybiga iqror bo'ldi. O'z ixtiyori bilan. Mart o'g'il o'stiribsan. Uni politsiyaga topshirib qamoqqa jo'natsak, to'g'ri ish qilgan bo'lardik. Bunday qila olmaysizlar. Gapimni tugatib olay. Xotiram pand bermasa, o'zing aybdorni maydon o'rtasida gulxanda kuydirmoqchi eding. Lekin Sebastian hali yosh. Qilgan ishidan pushaymon. Pushaymon bo'lganini ko'rmadim. Sizga yetkazgan ziyonim uchun afsusdaman. Tasodifan ro'y berdi. Bu holatda Lobo usulini qo'llaymiz. Nizoni jazo yo'li bilan hal qilamiz. Anselmo unga 10 qamchi uradi. Yo'q. Ermeniya menimcha adolatdan. Telba ekansan. Bu bilan ustaxonangni qaytara olmaysan. Qilmishiga yarasha jazo olish kerak.
Nima bo'ldi? Shu bilan tuzalamanmi? Yo'q, lekin og'riq yo'qoladi. Menga rostini aytavering. Men o'lamanmi? Felix. Xonamga chiq, gaplasha olishimiz kerak. Dada, kelganingiz yaxshi bo'ldi. Sizni sog'indim. Malikam o'zini yaxshi his qilyaptimi? Endi og'rimayapti. Lekin juda qo'rqib ketyapman. Tinchlan. Axir nima degandim? Senga nimadir bo'lishiga hech qachon yo'l qo'ymayman. Rahmat. Siz juda kuchlisiz. Lekin dard oldida ojizsiz. Sizga aytishgandir. Mard bo'lsang o'zing ayt. Qizing o'lyapti-de. Nafas ola olmayapman. Almudaynaning qallig'imisan, qishloqni shifokorimisan, hammasiga tupuraman. Qizimdan judo bo'lsam, Felix, ont ichaman. O'zim seni o'ldiraman. Ibodatxonaga boramiz desangiz, dadam ishondimi? Albatta, uni hech qachon aldamaganman. Menga nima bo'ladi? Qanday olib tashlashadi? Hozir bu haqda o'ylamang emas. Voy, o'zim o'rgilay, senyorita. O'qishni, pianino chalishni o'rgatishibdi-yu, ko'ngilchan bo'lmaslikni o'rgatishmagan ekan-da. Tilingni tiysang bo'lardi, Adela. Ko'ngilsiz ish sodir bo'lgan, boshqacha emas. Pulni bering. Bu yerga yotsin. Uncha ko'p vaqt ketmaydi. Qanchadan beri homiladorsan? Bilmadim, 1 yo 2 oy. Bilmayman. Xavotir olma, Nelis. Men shu yerdaman, yoningdaman. Yaxshi. Chetroq turing. Yonida bo'lishimga ruxsat ber, axir juda yosh. Bu yerga qarilar kelmaydi. O'sha paytda yonida bo'lish kerak edi. Oyog'ingni ker. Xo'p. Mabodo biror korxol bo'lsa, men hech narsa bilmayman. Xo'p. Qara, qarshilik qilyapti haromi. U haromiy emas, eshityapsizmi?
Nima qilyapsan, ahmoq? Nima bo'ldi? Bilmadim, lekin ketamiz. Selma, o'ng qamchi urasan. Bunday qila olmayman. Yolboraman, uni qo'yib yuboringlar. Uni aybi yo'q, iltimos tegmanglar. Anibal qamchini ol. Mendan o'pkalama. Bu qamchi zarba emas, Anibal. Yo, eliging qurib qoldimi? Hey! Ispas. Ahmoq. Evarisi yaxshi. Ablah emas, odam bolasi. Nega hushtak chalyapsan? Men chalmadim. Ovozingni o'chir. Evarisi yaxshi. O'chir dedim. Evarisi yaxshi. Evarisi yaxshi. Bor, ko'zimdan yo'qol. Bu yerlarda qorayni ko'rsatma. O'rnimda Roman bo'lganda peshanangdan darcha ochardi. Tushundingmi? Evarisi yaxshi. Sen ham yaxshisan. Roman yomon. Chaqirgan ekansiz. Bebosh o'g'ling qani? Bilmadim, uyga kelmadi. Shu yerda Rosaga qarayapti deb o'ylagandim. Nima degandim, dada? O'g'lingiz qochib ketdi. Yo'q. Mening o'g'lim qo'rqoq emas. Shunaqami? Unda buni nima deymiz? Qayerdan kelding? Senga nima farqi bor? Nima farqi bor? Meni gol deb o'ylayapsanmi? Uni o'ldirdingmi? Sen uni o'ldirding. Meni farzandim edi. Uni o'ldirmadim. Gunohidan qo'rqdim. Sebastian. Narsalarimni olgani keldim. Bu yerdan ketyapman. Senyor Lobo odamlari bilan yashayman. Nega sen shu yerda keraksan? Kuchdan qolganimda bu ishlar bilan kim shug'ullanadi? Bilmadim. Har holda men emas. Dadang buni bilganida. Endi dadam yo'q. Anchadan beri. Meni tashlab ketaverasanmi? Axir sendan bo'lak kimim bor? Sebastian,
Nega chaqirding? Rosa seni so'rayapti. Yaxshi. Men uchun bir ish qilishing kerak. Faqat senga ishonishim mumkin. Albatta. Bu xatni Sesarga olib borishing kerak. Men uchun juda muhim. Rosa o'lyapti. Neves homilador. Sen bo'lsang kelgindagi ish qiynomalar yozish bilan ovoramsan? Izabel. U bugun qo'limni so'radi. Men rozi bo'ldim. Nima? Birga qochib ketishimiz uchun meni kutyapti. Hozir Rosani tashlab keta olmayman. Iltimos. Mayli. Almudena, Rosa faqat seni so'rayapti. Rahmat. Tezda qaytaman. Sesar, mehmon keldi. Salom. Xat olib keldim. Senga hozir ham bundan keyin ham tegmayman. O'rtamizda bo'lgan ishlar shunchaki ahmoqlik edi. O'tkinchi ehtiroslar tufayli hayotimni, oilamni barbod qilmayman. Hammasini unut. Men seni allaqachon esdan chiqardim. Bu nimasi? O'qishni bilmaysanmi? Bu xatni Almudena yozmagan. Uni tinch qo'y. Eshityapsanmi? Buni aytgani nega o'zi kelmadi? Hali senga yolg'onchi bo'ldimmi? Qanday hadding sig'di? Opamni o'ylama. U tenging emas. Endi ket. Agar yana boradigan bo'lsang, o'zim seni bir yo'qlik qilaman. Qayerdan kelyapsan?
Lucky Brother'dan. Yana qayerdan bo'lardi? Xatingni o'sha odamga yetkazdim. Unga qanday xat berding? O'zing yozganingni? So'rasam maylimi, senga nima bo'ldi? Ishonmayman. Uni yo'qib yuborgansan. Bunday qilishga qanday jur'at qilding? Chunki nima qilayotganingni o'zing bilmayapsan. Buni faqat seni deb qildim. Unga nima deding? Nima deding deyapman. Seni boshqa sevmaydi dedim. Uni esdan chiqar dedim. Almudena, sizlarni deb hayotingni barbod qilma. Endi mendan uzoqroq yur. Iltimos, gapimga quloq sol. Oilamizga dars ketadi. Shuni tushunyapsanmi? Seni deb otam men bilan nevestni ham jazolaydi. Meni tinch qo'y. Almudena. Tik tur. Shunday. Obbo. Yangi uzunroq ekan. Yaxshi, shoshilma. Buni to'g'rilayman. Voy, uzr. Ataylab qilmadim. Qo'rqma. Bir paytlar pichoq ham sanchishgan. Mana, tayyor. Yomon emas. Endi ketaman. Shunday tikaver. Juda yaxshi chiqyapti. Sohib Jamol. Nimadir kerakmi? Menga ham kostyum tikib berasanmi? Hozir juda bandman, Sebastian. Albatta. Axir faqat kelgindilar uchun tikasan. Hoziroq do'kondan chiqib ket. Tushimda uzoqlarga ketib qolibsiz. Bo'lishi mumkin emas. Shu yerda yoningdaman. Qattiq og'riyaptimi? Yo'q, endi og'rimayapti. Chunki sen tuzalyapsan. To'g'ri. Felix mola chaqildi. Kechki payt kelaman degandi. Lekin hali ham uni ko'rmadim. Uni yana bemori bor ekan. Men o'laman. Bunday deb o'ylama. Bilaman. Yuzingizga qarasam bo'ldi. Sizlarga, dadamga, Felixga. Ahvolim o'zgarmadi. Endi tirik qolmayman. Hech qachon bunaqa bo'lmaydi. Bunga yo'l qo'ymayman. Qo'lingizdan hech narsa kelmaydi. O'lsam narsalarimni bo'lishib olinglar. Iltimos. Oyimning to'g'nog'ichini Almudenaga qoldiraman.
Izabel qizlar narsasini yoqtirmagani uchun unga otamni beraman. Unga yaxshi qarab, tarab qo'yasiz, to'g'rimi? Nevesga bo'lsa, hamma kiyimlarimni beraman. To'g'ri, bittasi ham loyiq emas, lekin qayta tiktirsangiz bo'ladi. Bo'ldi. Qo'rqmanglar. Men ham qo'rqmayapman. Faqat o'lgim kelmayapti. Axir qancha ishlarni qilmoqchi edim. Sayohat qilish, aqlli yigit bilan tanishish, unga turmushga chiqish, ona bo'lish. Neves, bu yerda nima qilyapsan? Farzandimizni asraganing uchun rahmat. Bo'tini olmadim. Menga turmushga chiq. Anibal, bas qil. Hech narsadan qo'rqma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Parvardigor madad bersin. Biz ham shundan umidvormiz. Rosa. Tabarruk xochni o'p. Tavba qilishim kerakmi? Endi o'lamanmi? Parvardigor ojiz bandangni o'zing pokla. Gunohlarni kechir. Barchamiz sening qulingmiz. Shu xonadonni dard va hasratdan ozod qilib, ulardan rohat farohatini darig' tutma. Felixdan yangilik bormi? Qidirishyapti, senyor. Qayerda bo'lmasin topinglar. Hech narsani ayama. Anibal. Huzurimga tirigini olib kel. U bilan shaxsan o'zim hisob-kitob qilaman.
tezroq ket. Uyda tumonat odam. Nega kelmading? Xatni men yozmadim. Sen bilan ketishni xohlayman. Unda ketdik. Yo'q. Singlim rosa og'ir ahvolda. Hozir keta olmayman. Buni to'yga aloqasi bormi? Felix qochib ketdi. Qo'rqoq ekan. Uni aybi bilan rosa o'lyapti. Koshkida yordam bera olsam. Biroz kuta olasanmi? Bizdan mamnun bo'lishadi. Buni bilardim. Shveysariyaliklar rostdan ham shuni ichishadimi? Oyiga 4000 litr sotishimizni xohlashyapti. Qancha to'lashadi? 1 litriga 5 sentdan, oyiga 200 pesat. Keyingi yil narxini qayta ko'rib chiqishar ekan. Ana uni uzatib yubor. Hoy, mavrlar qiroli, yoqqa kel. Qoyilmisan? Shu suv bizni boy qilishiga hech kim ishonmagandi. Bir savolim bor. Bundan o'zing qancha olasan? 20 pesat aniq olaman. Bunga yarim foizni qo'shsak, oyiga deyarli 25 pesat. Rostmi? Nega bayram qilmayapsan? To'g'ri. Seni talashsa-yu bayram qilasan. Hech kim talamayapti. Qilgan ishim uchun haqqimni olyapman. Axir buloq ularniki. Albatta. Ularni boyityapsan. Ilm-fanni o'rgatyapsan. Evaziga senga nima berishyapti? 25 pesat. Bu sadaqa. Menda boshqa fikr bor. To'g'ri, yer aka-uka bravolarniki. Pul ikkiga bo'linishi kerak. Men va senga. Shundaymi? Qo'ysangchi. Yo'q, ulardan o'z o'lishingni talab qil. Anibal, ko'rib qolishlari mumkin. Yo'q. Meni shunchalik ko'rging keldimi? Seni ham. Uni ham. Farzandimizni. Senyor Sagasta kelayotganini xabar qildi. Sendan xavotir olayotgan emish. Tarab qo'ying. Aytingchi, agar men erta-indin Anibal hammasini tan olib birga ketsak, dadam nima qiladi? O'zing o'ylab ko'rchi. Dadamning qahri qattiq, lekin bilib qolsa nima qiladi? Neves. Anibaldan homilador ekanini bilib qolsa, ikkingizni ham tiriklay ko'madi. Ishonaver. Yelena. Salom. Kostyumlarga keldim. Bu yerda sendan boshqa hech kimga ishonib bo'lmaydi. Kostyumlar yo'q. Bu ertaga kiraman. Mayli. Yo'q, kostyum tikmayman. Nima bo'ldi? Hech narsa. Shunchaki yaxshi tika olmayapman. Urinib ko'rdim, lekin bunaqa kostyum tikish juda qiyin ekan. Hozir pulingni qaytaraman. Iltimos, mendan xafa bo'lma. Bilib qolishdimi? Shundaymi? Hammasiga Sebastian aybdor. O'sha yirtib tashladi.
Ablah. Boshingga tashvish orttirmoqchi emas edim. Gazlama pulini to'layman. Yo'q. Pulini Lobo beradi. Baribir tika olmayman. Kechir. Seni tushunaman. Yo'q, bu taklif o'zimdan chiquvdi. Unga hech narsa qilmaysanmi? Miguel, quloq sol. Haligi Kattalarning ishiga aralashma. Oyi, jim qarab turamizmi? Dadam bo'lganda uni boplab urardi. Yo'q, Miguel. mayli, sizni yolg'iz qoldira qolay. O'g'lim. Dadang hech qachon hech kimni urmagan. Qo'rqoq bo'lganmi? Yo'q, toychog'im. U juda do'yurak, jasur bo'lsa ham to'pponchani va mushtini ishga solmasdi. Tushundingmi? U juda yaxshi inson edi. Yaxshiyam hozir dadam yo'q ekan. Film O'zbekiston teleradio kanalida o'zbek tiliga